bitta YouTube kanal uchun uzoq video qilyapman, narxlar bilan tanishamiz. BMW salondamiz. 4-seriya 440i. M440i narx $80,000. X4M $88,000. Ishlarni ko'ringlar. Voy, bu sidinasi boshqacha ekan bori. BMWchilarga tashlab qo'yamiz. M8 Competition 24-yil ekan bu. 1 yil orqada qolib ketgan, sotilmay qolgan adashmasam. Lekin buni yaxshi skidka bilan olsa bo'ladi. Narxi $155,000. 25-yil i440 470 zapas xodi, $69,500. Orqa faralari yangi. Chiroyli mashina. Salonni ko'rasizlar hozir. Salonni ko'ringlar. Boshqacha. 69,5 faralarni qaranglar. BMWda sotilmay qolgan mashinalarni aytayim. XM hozirgi paytda sotilmayapti ekan, $30,000 dan $40,000 skidka bilan. Voy, bum turishini qaranglar. 23 diskalar, voy, yonboshini qaranglar buni. Dahshat ha. X7 M60 salonni qaranglar. Nazarimda modeldan qolib ketayotgan salon. Narxi $121,000. Carbon fiber paketda. Bitta XM ni ko'ramiz. X5 M60 voy, yomon ekan bu. $97,000 ekan. Ajoyib, $97,000. BMWga qiziqadigan aka-ukalarga shuni yuborib qo'yamiz videoda. Narxlar bilan qonuniy tanishdik. Lekin yoz kelyapti, yozga mazza bor. iX ham sotilmayapti to'g'risi. $100,000 ekan. Oho, $100,000 ga o'ta qimmat bor. Amerika narxlari hisob olasizlar.